Aytilgan ishlar hammasini qilinglar. Aka, Asrdosh, nimaga? Alchiraliymish nima? men Toshkentga ketyapman. Ishchilasanga, yaxshilab qaragin. Birga ketamiz, G'obor akam qarab turadi. Sen qaraysan. Olish, sinfdosh, olib ketaver. Orqada nimadir taraqlayaptimi? Nima qilyapsan sen bagajda? Sinfdosh, kastimni olib, akkuratlik olib kelaman. Bor, salonga qiynalib ketdim. Vau, hozir mana shu yerga kiramizmi biz? Sen kirmaysan, men kiraman. Sen mashinada o'tirib turasan. Nima, iltimos. Jim turaman. Bo'pti, bagajda kelganing hurmat. Olib kiraman, faqat chestno. Ha, bo'l, hozir bitta zvizdani ko'rdim. Men senga nima deyapman? Chestno. Da. Qizlar, salom. Qaysi talabdan boshlama, yur. Vau, yemish ko'pligini. Sharmanda qilmasdan oz-ozdan yegina madaniyatni. Bo'l, nima? Oliviyami buni? Sadulla aka, men sizni YouTube'da har kuni ko'raman. Texnopolov ko'rsatuvingiz bor? Texnoplov. Texnoplov. Uni bilan ko'ryapsizmi? Men o'zim ko'targanman-da. Texno kompaniyasi bilan ozgina biznesi bor, o'zim tarbiyalam. Sinfdosh. Bo'ldi. Lekin polov, Texnopolov, Plov. Men o'zi aktyorlik qobiliyati bilan tug'ilganman. Meni aristokratlarga olasiz, shunday reytingni men ko'tarib yuboraman. Haligi Jahon akamga aytasiz, ozgina tushuntirasiz, men. Yo'q, ammo seriyosmi aka? Mana uni qara, Tekno kompaniyasining Sparkut telefoni ekan. Mana shuni bitta olib bermading-a? Bu endi mana shuni taqdimoti bo'lyapti. Sotuvga endi chiqadi bu. Endi chiqadi. Olib berasan chiqsa. Hey! Yur, ketdi, ichib qoladi. Abani ozgina tomosha qilib oling.